Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-iyun haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Mana bu ko'ylak lozimlar donaga pachkaga sotilar ekan. 45 ming so'm pachka narxi. 50 ming so'mmi donaga? Dona. Ha, donaga 50 ming so'mdan ekan. Razmer nechtalik aka bularda? 4 talik. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Materiali nima buni? Shtampilda o'zi, va Shtampilda. yuvsa kiradimi? Bo'yidan kiradi 2 sm kiradi. 2 sm bo'yidan kirar ekan endi yuvilsa. Ya ko'paz 2 sm kiradi. Hop. Razmeri yetilda? Ha, 48 dan 54. Ha, 48 dan 54 gacha razmer ekan. Yana aytib qo'yaverak, aytgan bo'lsak, naboda esdan chiqib qolishi mumkin-da. O'zingiz ishlab chiqarasizmi? Ha, o'zim ishlab chiqaraman. O'zlari ishlab chiqarishar ekan. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 360 360 42 28. 42 28 ga telefon qilaverasizlar. Shu mahsulotlar kerak bo'lsa, keyin yana bu tarafda bunaqasidan ham bor ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? Bu tepa pasi 60 ming pachka. Tepa pasi 60 ming so'm pachkaga. Donagachi? 65 ming. Donaga 65 ming so'mdan ekan. Belmando material. Materiali belmando ekan. Kirmaydi, oqarmaydi. Yaxshi. O'zgarmagan material. Zo'r.